Shu holatda mana holatida maydalangan holati mana. Mana akalar mana sechkamiz bo'ladi. Mana bunda mana bug'doyni siniqlari, kurmaguruq, o'sha unzovoddan chiqadigan otxotlar bo'ladi. Buni kilosini 1800 so'mdan olganmiz. Shu drabilkamizda buni yana bir maydalab, mana shu drabilkamizda yana bir maydalab beriladi mollarimiz. Mana shu maydalangan holati mana. Drabilkadan o'tgan holati, biranta butun bug'doy, butun urug'lar qolmaydi, bari drabilkadan o'sha 1,5lik setkasidan o'tadi bu drabilkani. Drabilkasi bor akalar biladi. 1,5lik setkasida chiqariladi. Mana hurmatli obunachilar, atalarimiz tayyor holati. Shu ko'tarib qo'ydik mana. Qo'yiqliklari o'ta oyiq. Qo'yiqlari zo'r. Hozir suyuq shildirgan atalar bo'lmadi. Bunimiz yaxshi mana. Mana holatlari zo'r. Mana shu holatda ozgina tursa o'sha iloji boricha issiqroq holatda beriladi. Issiqroq holatda beriladi. Bu atalarimiz ozgina sovigandan keyin yanada o'sha donlari ishib, yanada qo'yiqqa tortib qoladi akalar. Mana hurmatli obunachilar, atalarimiz ham sovudi mana. Sovudi mana, yanada qo'yilib ketyapti bu atalar. Qo'yiq atalar bo'ldi mana. Qo'yiq. Mana shu holatda soatimiz 12:30 bo'libdi. 10:30 da pishirganmiz ana. 11:30, 12:30. Rasa 2 soatda mana shu molga beradigan bo'ldi. Hozir atalarimizni olib kirib mollarimizga bir berib qo'yamiz. Mana novoslarimizga bir pahrdan 2 pahrdan shu oxirga ko'p qo'yamiz. Mana shu holatda mana holatida ichib oladi. Hozir obedda mana bir mahal bergan bo'lsak, shu bilan shu yarmi qolgan 40 litr atalarimiz qolgan. Shu qolganini kechga xuddi shu holatda shu o'rchasi ko'p qo'yamiz. O'slarimiz mana shu atalarni ichib oladi. Hozir atalar boshlaganimiz 1-2 kun bo'ldi. Hozir suvini bermay qo'ydik. Suv bermay o'sha atalarga o'rgatyapmiz o'slarimizni. Endi o'rganyapti. Xolos shu holatda bir 2 oy etlarni sal bo'shashtirib nima qilib olamiz o'slarni. Mana senaj turadi. Atalarni ichib olib, senajni yo'radi o'slarimiz. Mana g'unajimizga ham berdik. Bu g'unajimizni yaqinda olganmiz. Ro'shin g'unajimiz şimdi qarovsiz qolgani uchun bu g'unajimizga ham shu biron oy berib turamiz. Mana shu holatda mana bir pahr berganmiz. Shu holatda ichib oladi g'unajimiz. 6 oylik bo'g'oz. Ya qarovsiz qolgan ekan, ammo suyaklari butun. Sal etini yaxshilab olishga g'unajimizga ham bir oy berib turamiz mana shu holatda. Shu hozir atalarga cho'loq qo'shmasdan o'zini pahrda beramiz. Senajini solib qo'yganmiz. Atalarni cho'q senajini yo'radi. Mana Galstein Fries molimizga ham beryapmiz. Bu molimiz ozgina sut berib turgani uchun hozir bu molimizga ham shu bir pahrdan, obedda bir pahr, kechga bir pahr berib turilibdi. Уже ichi bo'ldimi molimiz? Bu atalarimiz eng arzon mol boqish usullari. Tek. Buni ichib qo'yaman deyapti. Bor.
Mana o'slarimiz ichi bo'ldi atalasin. Tak. Mana. İçi tozalashi, oxirini yalab qo'yadi. Endi o'rganyapti buni atalaga. Endi o'rganyapti. Mana shu holatda atalarimizni beryapmiz, hurmatli obunachilar. Atalarimiz eng arzon usulda mollarimiz yaxshi o'zgaradi. Agar sharoiti bo'lsa, bo'lganlar qilib bersa, eng arzon mol boqishda yaxshi o'zgaradi. Yemlari arzon tushadi. Mana shu hozir 23 ming hisoblagan bo'lsak, 23 mingni mana shu 4 talasiga bo'lamiz. 4 talasiga bo'lsak, hop 5 ming, 5,5 ming, 5700 mi? Qanchadan ham tushyapti. Lekin buni effekti oddiy paya yo quruq somon beradigan akalarimiz ham ikki mahal mashina berib tursa, mollari zo'r o'zgaradi. Ilgari ham berganmiz bundan biz. Mana shu holatida mollarimiz yaxshi o'zgarib, e'tiboshi yaxshi turadi mollarimiz. Ya o'najimiz ham talasi qatalanib ichib oldi mana. O'slarimiz mana ichi bo'ldi. Xudo xolasa, o'slarimizni bir tarozida tortib kiblalarini sizlar bilan o'rtoqlashamiz ularni отдельно. Mana akalar, kechki payt soat 5:30 bo'lib soatimiz. Kechki atalarimiz yarmi qolgan. Kechga mana shu 4 ta molimizga yana bir pardan beramiz. Atalarimiz mana o'sha soat 10:30 da tayyor bo'lgan atalar kechgacha mana iliq holatda, issiq holatda turadi bu mana shu holatda. Qo'yilib mana atalarimiz shu zo'r bo'lib qolgan. Qo'yib qo'ygan. Mana shu holatda hozir kechkisini yana bir pardan berib qo'yamiz. Mana kechki atalasini ham berdik. Nomuslarimiz yana atalasini yaxshi ichyapti mana. Mana shu holatda bir kunda 2 mahal hozircha beryapmiz. Boshlaganimiz endi 2 kun bo'ldi. Bu berishimizni bir 2 oy berib, nomuslarimizni bir yetlarni yumshatib olamiz, xudo xolasa. Mana bu galishli molimiz ham atalasini mana ichib oldi. Hop. O'zgarish holatlari zo'r, lekin atalarning foydasi zo'r. Faqat ozgina mehnat talab qiladi va atala qilish ozgina vaqt talab qiladi. Kimnidir sharoiti bo'lsa qilib bersa, lekin atalaga yetmaydi. Atala yaxshi o'zgartiradi mollar. Mana ajinimiz ham qolarimiz mana. Xudo xolasa ham bir oy mashi atalarni ichib tursa bular ancha o'zgarib, bo'ylari o'sib, holatlari ancha yaxshi bo'lib qoladi. O'najimiz ham yaqinda olganmiz. Qarovi yaxshi bo'lmagan ekan. Etlari past edi. Hozir mana yalanib ancha kunlari yotib to'shalib qoldi molimiz ham. Holatlari yaxshi bo'lib qolyapti hozircha. Mana xudo xolasa bunga ham shu bir oy mana shu holatda atalasini berib tursak, ancha yellilashib bo'ylari o'sib qoladi.
Xo'p, mana unajinimiz ham atalarni ichiyapti uni hozir. Mana shu paxirimiz o'sha 2 paxir oladi bu. Mana emotsiyani idishi bu. O yarmini narigi molimizga beramiz. O'zi novoslarni mana atalarni ichib bo'ldi mana. Ichib tozalab bo'ldi mana. Dog'lasa kimgadir qiziqarli bo'lib atalarni retseptlari haqida yoki og'ilimiz haqida ham bir videolar qilamiz, xudo xolasa. Akalar kuzatib boringlar. Kanalimizga obuna bo'lib like bosib qo'yasizlar akalar. Sog' salomat bo'lasizlar.